Bu reysda Xitoydan faqat mana shu tovarlarimiz kelibdi. Ularni ko'rib olamiz. Qaysi tovarlarimiz kelganligini sizlar bilan birgalikda. Bu taqimlangan ochki, yig'iladigan ochki. Buni narxi bizga 13 ming so'mga tushgan kargosi bilan. O'zi narxi 10 ming so'm, kargosi narxi 3 ming so'm bo'lgan. Juda ham sifatli. Qizim kapalichali bosanochka so'ragandi. Mana kapalichali bosanochkamiz ham keldi. Siz ham Xitoydan mana shunaqa tovarlarni zakaz qilish bo'lganmoqchi bo'lsangiz, Telegram manzilimga yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsiz. Xudo ko'rsin, bularni hammasini sizga o'rgataman qanday qilib zakaz qilish kerakligini. Bu esa hazrat oliylariga, ya'ni xo'jayinimizlarga futbolka, polo futbol olganmiz ikkita. Bular ham sifatliga o'xshaydi. Bittasini kargosi bilan bizga 35 ming so'mdan tushgan. Sifat yaxshi.